Alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa bugungi kunni ham boshladik. Kecha kechqurun mana shunaqa dengizni bo'yiga kelib qolganmiz. Mashinada shu yerda parkingda tepada hozir avtobusda odamlar to'xtab, ular ham tomosha qilishga to'xtashdi. Qum ekan mana bu yo'li. Mana shunaqa dengiz bo'yida qolganmiz. Shunaqa kechqurun shovqini balandida juda ham bir voqmas boshqacha edi. Dengiz shu ozroq joylari loyqaroq, nariyog'i ko'm-ko'y lekin. Ajoyib manzara, ajoyib tabiat. Mashinada va tepada. Xullas yo'lga chiqdik, xudo xolasa. Sekin o'sha Riga tarafga borib turaveramiz. Hozir to'g'risi endi hozir uchala shofer ham Estoniya yaqinligiga borib shu yuklarni tushirib qaytamiz deb o'ylaganmiz. Oziq-ovqatlar zapas kam bo'lgan. Bunaqa ko'p qolib ketishimizni bilmadik. Hozir yo'lda kattaroq supermarket bor ekan. Hozir navigatordan ko'rdik. O'sha yoqqa borib to'xtab hamma o'ziga produktlar qiladi va o'sha yoqda bu narsa olib dal shu yo'limizda davom etamiz, xudo xolasa. Soat ham 12 ga yaqinlashib qoldi. Hali oldinda 4 soat vaqtimiz bor. 1 soat yo'lga ketsa, 1 soat 1,5 soat yo'lga ketsa, 2 soat 2,5 soat bemalol aylanishimizga yetadi. Bunaqa velosipedlardan ehtiyot bo'lish kerak. Yo'li juda ikkita polasa ekan. Estoniya bilan o'sha Rigani yo'li. Yo'l chetlari archa zor. O'ng taraf boya ko'rganinglardek dengiz. Shunaqa ekan. Ana tushirib bo'ldik, xudo xolasa. Hozir endi magazinga ketamiz. Borib produkt olib kelamiz. Yangi mashinada. Xudo xolasa hammalarga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Yangi. Biz narigi betga o'tamiz magazinga. Xudo xolasa bugungi kunimiz shu bilan tugadi. Qisqaroq bo'ldi bugungi videolar. Xudo xolasa ertaga qaytamiz bazaga. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Hammalarga shunaqa mashinalar nasib qilsin. Sog' bo'linglar.